ma'nosini nutqni ma'nosi bilan tushunish va bu chuqur joylashgan bo'ladi va boshqa zonalar bilan yaxshi aloqa kichkina bo'lgani bilan bu juda chuqur zonalarni tashkil qiladi. Ya'ni asosiy nutqni ma'nosini tushunish, tahlil qilish va eshitish zonalari shu bo'limda joylashgan va chakka qismida asosiy maktab fanlarini o'zlashtirishga javob beradigan zonalar joylashgan. Ya'ni o'sha matematika, o'qish, yozish mana shu asosiy markazlar ya'ni chakka bo'limida joylashgan va bu zonalarni yetilmasligi, ya'ni faqatgina nutq zonasi yetilmay qolmaydi, boshqa zonalarda ham tarqalgan bo'ladi. Ya'ni nutqi yaxshi chiqmagan bola yozishda ham qiynaladi, o'qishda ham qiynaladi, matematik amallarda ham qiynaladi. Bu ya'ni qo'shni organlar, qo'shni zonalar bo'lgani uchun. Brok zonasi nimaga javob beradi? Nutqni asosan motor bo'limiga, ya'ni motor harakatlarga, ya'ni talaffuzimizga, ya'ni bunaqa faqat motor zona, brok zonasi zarar ko'rganda bola nutqni tushunadi, lekin gapira olmaydi. Harakatga, masalan, tildagi signallarga, o'sha rechovoy apparat, ya'ni protsess harakatlarga javob beradi. Nutqning motor zonasi hisoblanadi brok zonasi. Lekin bu zona qayerga yaqin? Ya'ni aql zonasi, analiz, sintez, logika zonalari mana shu peshona bo'limida joylashgan. Ya'ni bu degani motor rech o'z vaqtida chiqmasa, albatta qolgan zonalar ham aqliga ham ta'sir qiladi degani. Demak, va bu zonalar bir-biri bilan judayam mustahkam aloqalarga ega, neyronal aloqalarga ega bo'lishi kerak. Yana nima uchun melkay motorika sust bo'ladi, harakatlar sust bo'ladi? Chunki motor zonalari, qo'l zonalari mana yaqin joylashgan. Qo'l zonalari, oyoq zonalari judayam motor zonalar o'sha peshona bo'limida joylashgan va shuning uchun ham avvallari shunaqa bor edi, tushuncha bor edi. Men uncha bu tushunchaga qo'shilmayman. Ya'ni aqlimiz chiqish uchun melkay motorika bilan shug'ullanish kerak. Chunki yaqin joylashganda qisman yordam beradi, lekin to'liq faqat melkay motorika bilan shug'ullanish bu zonalarni tiklab qolmaydi, chunki nutq uchun javob beradigan vernika zonalari ham bor. Mana oldin biz ham an'anaviy logopediyada motorikaga, faqat melkay motorikaga ko'proq ahamiyat berganmiz-da. Hozir mana meditsina rivojlandi, bizning soha ham rivojlandi. Hozir общий mana hattoki artikulyatsion gimnastikalarni ham harakatlar bilan bajartiryapmiz. Tezroq bolaga signal borib, tezroq o'sha neyronniy svязlar yaxshilanishi uchun. O'sha bizning asosiy yo'nalishimiz ham o'sha neyronlar svязlarini yaxshilash. Agar bu neyronal svязlarni xalaqit qiladigan omil bo'lsa, albatta bu omilni bartaraf qilish kerak. Chunki qaysi bolada yaxshi ketadi rivojlanish, qaysi bola to'xtab ham qoladi, orqaga ham ketadi. Bunda aniq kasalliklari bor bu holatga. Shuning uchun albatta nevrolog bilan взаимосвязано, o'zaro aloqada ishlash kerak bo'ladi. Chunki откат deymiz, ayniqsa autist bolalarda ma'lum vaqtgacha rivojlanib orqaga ketgan holatlarni juda ko'p eshitgansizlar. Откат развития bu juda ham jiddiy simptom hisoblanadi va mutaxassis bilan turganimizda nevrolog bilan logoped uzviy bog'liqda chuqur tekshiruv o'tkazilishi kerak. Keyin o'sha medikamentoz yordam kerak bo'lsa, o'sha TMSlar bilan yordam qilishimiz kerak. Keyin mashg'ulot o'tishimiz kerak. Diagnozi yo'q bolani hech qachon nimaga olmang, mashg'ulotlarga olmang. Diagnozlari, tekshiruvlarini aniq bo'lgan bolani oling, chunki bu sizning xavfsizligingiz uchun ham juda ham kerak. Chunki agar miyada har xil epileptik o'choqlari bo'lsa, ayniqsa DNS yoki o'sha logomassaj deymiz, o'sha logomassaj yanada sudirgini qo'zg'alishiga va kuchaytirishiga va og'ir formalariga olib keladi. Agar standartlarga mos ravishda EEG tekshiruvsiz va nevrolog xulosasiz bolani zanatiyaga, o'sha mashg'ulotlarga olish biroz xavfli hisoblanadi. To'g'ri. Shuning uchun ham biz mana ko'p chiqyapmiz hozir.
shu kursda o'qiyotganlar bilan ham chuqur tekshiruv o'tkazish juda ham muhim bolalarda. Chunki hozir mana o'zligi ham ko'p savol berishadi. Nima uchun mana shu bolamga mana 1 oydan oshdi ani o'rgatyapman. O'qishga o'rgatamiz, defektologlar ham o'qishga o'rgatamiz, ham nutqini tuzatamiz. Ani o'rgatyapman, qabul qila olmayapti. Nima uchun keyingi harfga o'ta olmayapmiz? Nima uchun qo'shib o'qiy olmayapti? Mana hozir shularni ko'rib chiqdik. Bularni eng birinchi navbatda shu nevrologga yuborib chuqur tekshiruv o'tkazib, avval o'sha sababini, shuni mexanizmini aniqlab, medikamentoz yordamini, dorilar bilan yordamini berib, keyin biza mashg'ulotga olganimiz samarali natijalarga olib keladi. Sizga ham yaxshi bo'ladi, chunki siz ishingiz ko'rinadi, ya'ni bergan har barcha informatsiyalaringiz bolada qoladi. Masalan, 100% informatsiya beryapsiz, o'sha kerakli diagnozsiz, davolash programmasiz siz berayotgan 100% informatsiyangizni 2%ni, 3%ni yoki 10 uzoq bilan 10%ni olishi mumkin. Lekin o'sha bolada o'zini diagnozi bor, o'zini korreksion lecheniyaga ega, siz berayotgan 100% informatsiyani 80%ni, ko'proq foizini qabul qiladi. Ya'ni sizni ham ishingiz unumli bo'ladi. Endi keling sabablariga buni ko'rib chiqamiz. Nega bolalarda hozirgi kunda nutqiy rivojlanish, aqliy rivojlanishdan orqada qolish, autist bolalar, nega ras bolalar juda ham ko'payib ketyapti? Bularga birma-bir tushuntiraman. Asosiy sabablaridan biri, men tajribamdan kelib chiqib aytaman, albatta. Birinchi o'rinda mana shu birinchi slaydimizda ko'rib o'tganimdek, homilaning embrional rivojlanishidan boshlab homilani rivojlanishiga ta'sir qiladigan omillar bo'lishi. Bular stresslar bo'lishi mumkin, torch infeksiyalar, har xil ota-onaning nojo'ya vredniy привычкалар deymiz. O'sha har xilda spirtli ichimliklar chekish, mana shunaqa vredniy привычкалар olib kelishi mumkin. Qon aylanishini yaxshi bo'lmasligi, o'sha bola onaning bachadonni yaxshi rivojlanmagan bo'lishi ham yaxshi qon aylanmasligiga, o'sha pitaniyasini, oziqlanishini yaxshi bo'lmasligiga olib kelishi mumkin. Har xil infeksiyalar, ya'ni gripp o'tkazishi, covid o'tkazishi, mana coviddan keyin covid o'tkazgan onalarda mana shunaqa har xil nevrologik simptomlar bilan kelishyapti. Va mana shu homilat anemiya, oddiy bir anemiya, ya'ni folat kislotasining yetishmovchiligi spina bifida gidrotsefaliya rivojlanishiga olib keladi. Oddiy anemiya. Ko'pchilik oddiy qaraymiz, lekin o'sha yod yetishmovchiligi bolani aqliy rivojlanishini orqada olib kelishiga, ya'ni tug'ma gipotireoz bilan, kretinizm bilan tug'ilishiga olib keladi. Ya'ni homiladorlik davridagi barcha o'tkazilgan kasalliklar mana shu bizning bolalarda nevrologik kasalliklarga olib keladi. Shuning uchun ham eng katta nutq yo'qligini sababi ham shu, eng katta guruhi shu. Biz o'zimizni mentalitetimizni hisobga olib aytyapman. Tug'ruq jarayonlarini ham yomon o'tishi afsuski olib keladi. Ya'ni gematomalar bilan tug'ilishi, og'ir tug'ruq travmalari, tug'ruqning har xil masalan dumba bilan kelishi mumkin, ya'ni yelka bilan kelishi mumkin. Ya'ni shu jarayon yoki tug'ruq yo'llari kichkina bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham kesarva qilish yoki tug'ruq krupniy massa, masalan bola katta tug'ilyapti. Albatta har xil onalar bor, ya'ni kimdir yo'q kestirmayman, kesarva qildirmayman, lekin kesarvaga ko'rsatma turibdi. Albatta vrachga ishonib, o'sha yaxshi ginekolog bilan tug'ilgan ma'qul hisoblanadi. Bu homiladorlik va tug'ruqdagi faktorlar. Ikkinchi asosiy katta faktor bu genetika. Afsuski bizda qarindosh nikohlar haligacha uchraydi va ko'payib boryapti desam ham bo'ladi. Bu juda ham katta ota-onalar tomonidan juda ham katta xato hisoblanadi. Chunki genetik kasalliklar afsuski hech kim inkor qilmaydi.
chunki mutatsiyalar uchrashi qarindosh nikohlarda juda ham ko'p, hattoki qarindosh bo'lmasa ham har xil ekologik faktorlar, har xil faktorlar natijasida ham mutatsiyalar kelib chiqishi mumkin. Ya'ni hozir birinchi slaydda ko'rsatganimdek o'sha DNK, RNK strukturasi, o'sha hujayrani ichidagi moddalar almashinuvini o'sha genlar o'sha ta'minlaydi. Keraklicha o'sha moddalarni yetkazib berish, o'sha rivojlanishi ko'pincha o'sha mutatsiyalar buzilishi shunaqa обменный protsesslarga olib keladi. Mana bitta misol, masalan, fermentativ buzilishlar seliakiyaga, gluten neperеносимость, kazein hazm qila olmasligiga olib kelish ham oshqozonchakda keraklicha vitaminlarni so'rilishini buzadi va kerakli vitaminlar bo'lmasa miya ham rivojlanmaydi, yaxshi rivojlanmaydi va har xil oshqozonchak buzilishlariga olib keladi. Bu oddiy o'sha fermentativ, o'sha gluten hazm qila olmaslik teoriyasi ham o'sha genetikaga borib taqaladi. Ya'ni glutenni hazm qiladigan fermentlarni ishlab chiqishi yo'q, yetishmasligi doim defitsiti bo'lgan. Yana praktikamda vitamin gruppa B ni o'zlashtirishga javob beradigan genda mutatsiya natijasida bolada nevrologik kasalliklar, o'sha vitamin gruppa B o'sha miyelin tolalarini o'sha ko'rsatgan o'sha miyani tolalarini rivojlanishiga, o'sha miyelin tolasini sintezi uchun vitamin gruppa B kerak. Vitamin gruppa B hazm qiladigan fermentlar genetik darajada yetishmaydi va biz bu bolani diyetaga o'tkazganmiz. Vitamin gruppa B ko'p mahsulotlarni va vitaminlarni batlarga o'tkazganmiz, chunki genetik, chunki ota-onasi xolavachchalar, qarindosh bo'lgan. Ya'ni shundoq ham nima deydi, bolani rivojlanishiga faktorlar ko'p. Ya'ni yana bitta narsa, o'sha homila genetik kasalliklar, masalan, aytishingiz mumkin. Mana qo'shnimda nima yaxshi tug'ilgan o'zi qarindosh bo'lsa hamda, lekin ko'za kunda emas, kunida sinadi degandek, avloddan avlodga mutatsiyalar kuchayib ketadi. Keyingi bola tug'ilgandan keyingi faktorlarga bu birinchi o'rinda men kiritaman, o'sha telefon, televizor, gadjetlarni noto'g'ri foydalanish. Ya'ni 1 yoshgacha bo'lgan bolalarga gadjetlar, umuman televizor ham, gadjetlar ham mumkin emas. Ya'ni 1 yoshgacha asosiy miyani rivojlanish etaplari rivojlanganligi uchun informatsiyalarni, ya'ni ota-onadan, atrof muhitdan va o'zini analiz sintez qilib, ya'ni axborot yig'adigan davri 1 yoshgacha asosiy axborotni yig'adi. Ya'ni o'sha atrof muhitni ko'proq o'rganishi kerak bo'ladi, tanishish kerak bo'ladi. Ya'ni bizda hozir eng ko'p uchraydigan holat nima bo'lyapti? Ona bola tug'ildi, katta oila uy ishlarni qilish kerak, qaynonani ko'nglini olish kerak yoki boshqa ishlarni qilish kerak, bolaga televizor qo'yib qo'yadi kuni bilan va o'zi ishlarini qilib yuradi. Bu eng katta xato hisoblanadi. Chunki nutqni sizdan o'rganadi. Ya'ni 1 yoshda 10 ta so'z bilishi kerak va asosiy ko'nikmalar hosil bo'lishi kerak bolada, bajarilishi. Bizda esa mana shu bola bilan muloqot qilish o'rniga televizorni qo'yib ishlar bilan band bo'ladi va televizordan afsuski rus tilida tili chiqadi, keyin hayron rus tilini gapiradi, lekin o'zbek tilida o'zbek tilida gapirmaysiz. Siz gaplashmaysiz, chunki ota-ona gaplashmaydi. Ota-onaning artikulatsiyasini ko'rib katta bo'lishi kerak, emotsiyasini ko'rib. Biz hozir O'zbekistonda tug'ilib Xitoycha gapirmaymiz, to'g'rimi? Chunki biz ota-onamizdan o'rganamiz, o'zbek tilida o'rganamiz. Lekin xursand bo'lishadi, inglizcha sanayapti. Yo'q, u ruscha bu xursand bo'ladigan holat emas-da. Yodlab oladi, lekin uni hayotda qo'llolmaydi o'sha so'zni. Bunaqasi yo'qmi? Bu ma'no kasb etmagan, yodlab olgan. No, yes biladi, boshqa narsani bilmaydi va yangi so'z o'rgata olmaysiz, конечно. 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bolalarga uzoq bilan 1 soatga ruxsat berish mumkin. Men qabulimga inglizcha gapiradigan bolalar kelsa, albatta oilaviy muammoga ega bo'lgan bola deb tushunaman, chunki ona muloqot qilmaydi va oila a'zolari ham bolani tashlab qo'ygan deb xulosa uyg'otadi menda. Gapidan o'zi bolani ajratib bo'lib qoldi. Mana da deydi ko'pi. Xani ham da deydi, mammi deydi, ko'pi oyisini mammi deydi. O'zi bilsangiz bo'ladi. Tarbiyani ota-ona bermayapti, televizor beryapti yoki anaqa beryapti, telefon beryapti. Shuning uchun 1 yoshdan 3 yoshgacha baribir sizlarga kelishadi. Qancha ko'rsatsam baribir cheklashning iloji yo'q, tushunaman. Televizordan, telefonlardan cheklash iloji yo'q. Lekin o'zini qonun qoidasi bor. Ya'ni yarim soat ertalab, yarim soat kechga. Uzoq bilan 1 yoshdan 3 yoshgacha strogo 1 soat mumkin, boshqa mumkin emas.
Mana shu holatlarga ham e'tibor berishingiz kerak bo'ladi, ota-onalarga tavsiya qilish kerak bo'ladi. Va televizor ko'rganda ota-ona birga o'tirib ko'rish kerak. Ya'ni bolani televizor qo'yib ketib qolish kerak emas. Ya'ni o'tirib mana mushucha mana bunaqa qildi, quyoncha mana bunaqa qildi deb ta'riflab, kommentariya bilan ko'rish kerak. Ya'ni biz ota-onalarni ham tarbiyalashimizga to'g'ri keladi, to'g'rimi?